Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimizning podpисчиklari, yurtdoshlar. Bugungi sizlarga ko'rsatadigan ko'chmas mulkimiz 2 etaj hovli joy oladi, 140 kvadrat. Место положенияsi Turk bozorining yanında. Gullar yo'lidagi Turk bozorining yanında oladi. Salondan getdik, challar bilan tanishtiramiz. Do'stlar, challar bilan tanishtiramiz endi. Girganimizda oyoq tellari kapiyaltiringan, настойник ochilib bera qo'yib o'tilgan. Bu yerni mebelni Apşıp ketib beradilar, mebel bilan beklab, bu yerda rakvina qo'yib beradilar. Hovli joyimiz fona qarab turibdi. Ya buyurasizlar do'stlar, ya ramka deb fon berasizlar. Shunga qarab turibdi. Shudir shunda sotiladi. Bu yerimiz hovlimiz. Bandayna avtomatlari qo'yilgan. Har bir xonalar uchun avtomatlar qo'yilgan do'stlar. Zinalar ham tayyor bo'lib turibdi. Birinchi etaj to'pli pol. Ya'ni to'pli pol kollektorlari, eshiklar ham yaxshi sifatlisindan qo'yilgan. Bu yerimiz zalımız oladi. Zalımız laminat eltilingan, pollari, eshiklar ham def eshiklardan qo'yilgan. Rombiganali. Bu yerda spalnimiz bu. Bu yer polo taxta. Odalan bor. Bu yerda kuxnyasi. Kuxnyasi ham tayyor bo'lib turibdi. Bu yerda bir barbekü zona, havolanadigan место tashlab o'tganlar. Bu yerda yine sanuzeli. Hem mövzu koyup verirler kemçilikler dostlar. Mesela onda gittik. İkinci etajı bilen dağıştırıp ötemiz. Lisansam çıkan lisansam kuyma lisansa dostlar. İkinci etajdan çıkıp geldik. Şimdi hol oladı ikinci etajında dostlar. Holu patologlarımız zetelingen. Fona kadar tuttu. Eşitlerimiz MDF işlerden qo'yilgan. Bu yerda zal oladi, zal ham keng tushgan. Registrlar qo'yilgan, laminat etilgan va pol. Birinchi etaj to'pli pol, ikkinchi etaj registrlar qo'yilgan. Bu yanda 2 spalnimiz oladi. Bir spalnimiz shunday ko'rinishda yine registrlar qo'yib beriladi. Bu registrlari turibdi. Yana turibdi yine. Verimiz ikinci etajdagi sanuzel. Sanuzellar kamchiliklarni hammasi qo'yib beriladi. Unitaz, smestichel ham mojlar qo'yib beriladi. Bu yerda yana bir spalnyasi. Fona qarab turibdi. Ya buyurasizlar, ya ramka deb fon berasizlar. Shuning ko'rinishida turibdi bu. Mesela kimni qiziqtirgan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar, kelib ko'rsatamiz.